Shumi aka akkaunt? Mana shu aka. Tak, ko'ramiz. Necha pul bor aka bu akkauntingizda? Taqalgani 1400 donmi-ku, undan kamiga. Tak, 8 ta 2 suit bor ekan, ha? Ha, 8 ta 2 suit bor aka. O'zim addushi mehnat qilib o'ynaganman. Mehnatni kaskalari bor ekan. O'rganmiz. Tak. Прокачкаларmi? Addushi прокачкалari bor. Tden setlar нормальный. Nechtasi full aka buni? 5 ta, 6 ta, 7 tasi full aka. 7 ta full, ha? Qolganlari kilchat. Ha, qolgan hammasini kilchat qilganmiz. Qiziqaruvchilar emas ular. Necha Bizga asosan 406. necha pul bor aka bu akkauntingizda? To'g'risini aytaman, pul kerak. Taqalgani 1400, undan kamiga bermayman. 1400 qimmatda aka. 1100 beraman aka. Fantastik narx bor. Bizda sotilish shunaqa bo'ladi-da aka, 1400 sotiladi. Olib qolishimiz boshqacha summa bo'ladi. Mehr ketgan, 10-sezondan boshlangan aka. Unaqa 6 yildan beri o'ynayapman aka. Yo, u farqi yo'q aka, 6 yillik bo'ladimi, 5 yillik bo'ladimi? U fantastik qilmayman. 1100 aka zo'r narx. Mana shu o'qiganni kanaliga ishonib kelyapman. O'qiganni kanali farod qilmagan aka, 1100 ga olib qolaman. 1400 o'zimiz sotamiz-da aka. Ko'taraman. 1400 ga qimmatda. Нормальный akkaunt aka, mana cho'tki prokatchikalar bor, 2 suit bor. Uncha deb aka. 1200 beraman aka, taqalgani shu 1200. 1200? 1200 aka. Yo'q, 1200. $80 qo'sha olasizmi? Yo'q aka, 1200. Sotishimiz ham o'zimiz 1100, 1200, 1250 bo'ladi aka. Yo'q aka, bu men gaplashdim, mana shu narxda olamiz dedi. 1200 zo'r narx aka lekin. 1200? Boshqa kanallarda sota olmaysiz lekin aka. 1200 barakami? Baraka. Lekin addushi pul kerak edi. Baraka aka. Lekin bo'ldi.